Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetul muttakin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan ustoz Abdulvahhab Xallab degan kishining ilmi usul fiqhi degan risolasi haqida darsimizni davom qilgan bo'lib, buningda aqsamul hukmul vod'iy ning mushu mavzu kelgan bo'lib, aqsamul hukmul vod'iy yana حكم التكليفي وحكم الوضعي وحكم التكليفي ondan farq olgan toq am hukm الوضعي. Buningdan darsimizni davom qilgan bo'lib, tünügün buningdan 5 qism bo'lgan bo'lib, bu dars hukm taklifi 5 bilingan bo'lib, sabab bu bilan tanıştık. İkinci bugün o'qimoqchi bo'lgan darsimiz ash-shart. O'sha kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu yana o'zidan yana dersimizin davamlaştırışımız. Ustaz Abdülvahhab Xallab merhum deydi ki, ikinci bu hükmet teklifinin kısmı nime? Şart deydi. Bunun tarifi الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجود والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده. Şart degen o nimasi bir hükümninki mevcut buluşu o şartның mevcut buluşuğa qarşı qo'ygan narsa. Hükümning barliq kelish uchun shart bavusuludu deydi. Shart vujud chiqmasa, shart amallashmasa, hüküm amallashmaydi. Demak, hükümning mevcut bo'lishi shartning vujudiga qarshi qiladi. O shart. Lazım keladigan bu shartning bo'lmaganligidan hükümning bo'lmasligi. Shart bo'lmagan hükümü bo'lmaydi. Maksat onun o hükümün çoğu şer'i mevzu oluş şu maksat ki inanğa onun ki esir tuğan şer'i vücudu muşu maksat. Mesela şart bu meşrutun hakikatin sırt binası. Meşrutun içinde mes. Mesela taharet şart. Namaz meşrut. Bu taharet namazdan içideki erkandan bo'lgan erkan emas bu. Şart degan emir xorij meşrutdan haqiqatda. Am lazım keladi bu shartning bo'lmasligidan meşrutning bo'lmasligi taharatning bo'lmasligidan namozning bo'lmaganligi lazım keladi. Taharat yo'q odam namoz o'qisa bo'lmaydi. Undan maqbul bo'lmaydi. Aks gunohkor bo'lib qoladi. Lazım keladi o şartның bulmaslıqdan, meşrutның bulmaslığı ki, mesela taharatның bulmaslıqdan, namazның bulmaslığı lazım keladi. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهُ. Em lazım kelmeydi o şartның boğallığından, o meşrutның buluş lazım. Mesela normalde bir adamın terti var. Siz bizim hazır başlar tertimiz var değil. O hazır namaz işi demez bana. O taharatla bağ namaz işi bulundu gerekemez. O şartın ki vücudun meşrutun vücudu lazım emas. Ademedin şartın bulmaslıktan meşrutun bulması lazım ama buluşudun çoğu şartın buluşudun meşrutun buluş lazım emas ki el degende tertvalı adam her vakit zaten namazlarla bozuludu. Hiç lazım emas. Nurgun Müslümanlar taratlan taratsız yaşamayın nurgun adam var.
tartibi ama vaqtimiz namoz o'qimagan boshqa va boshqa o'zing to'g'ri halol mashru ishlar bilan mashg'ul bo'ladigan ama vaqtimiz namoz yo'q ana shunga o'xshash. Mesela misali pezzevciyetu şertun liiqa'i talaqi. فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. Mesela erkutuluk degan gap madem bunun ma hanımdan aldı ya bu hanım bunun tegdi erkutuluk degan gap talaqning tushsin shart. Mesela talak deyiş için ve o aslında bu şer'i aklen bununla akdı kılıngan, nikah akdı kılıngan degan gap buluş gerek. Eğer bu zavciyet arada mevcut bulmasa talak düşmeydi. Bir kadın bir kutun normal bir kutun sen talak da koysa o kuruk yapılıyordu bu. Talak düşmeydi. Demek bir yerde zavciyet şart talakın düşüşündeydi. Zavciyet bulmasa talak bulmaydı. Lazım kelmaydi bu zavjiyetning bo'lganligidan taloqning vujudi yani. Bu shart bor. Shart qaysichi? Zavjiyet aqdulluq degan gapning bo'lganligidan taloqning vujudi chuqur lozim emas. Bu bo'lmasa u xotin hech qaysi xotin qilmagan bo'ladi ana qo'lida. Shartning vujudidan mashrutning vujudi lozim emasmi shunga o'xshash. Masalan, yana bir misolda valudu shartun ele degandek لصحة إقامة الصلاة فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة الصلاة ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة. Taharet namazının durus buluşun, namazını ada kılışının durus buluşun için taharet şart. Kaçan taharet olmasa namazının ikameti, namazının özününki şurut ve erkanlarla toğırmen okudum digil olmaydı. Namazını ada kıldım digil olmaydı. Hem lazım gelmeydi taharetten boğalıqıdan namazını turğuzuş. Normal taharet boğan adam, nurga adam taharet buludu. O vakit namaz okumagan, başka işlerini kılgan, daha namazın vakit gelgen kadar. Şunu şu şey. ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على العلم بالبديلين وهكذا كل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. Mesela şer'i bir eptigiş erhutnaşlıkның mevcut buluşu degan gap onun vücudu qarash bulda bunun ahkamı. Bunun ahkamı onun tertip topgan şer'i zivajning vücudu qarash buludu bu. Mesela bir nimine bir ahutullarniki bir eptigiş için şer'i kitab-ı sünnetke uygun bu nikah bo'ldi deyish o'zi nima qarash qiladi ikki guvochininki shu aqdi zivojni aqdi qanchaqning o'zida ikki guvochining eng oz bo'lgan ikki guvochining naq shu maydonda bo'lishi qarash qiladi. Bu shart. Agar u bo'lmasa bu aqdi bo'lmaydi. Shar'iy masalan bayni vujudi ki inanga onun ahkamı tartib topadigan shar'iy shariatga uygun mos keladigan bay'inin vujudi qarash qiluvda bu ikki badilni bilishga u tovar nima bu nima bayinin qo'lidan mushtari topshirib oladigan tovar nima mabi' bu bunun mukabilede bayi bunu topşırılgan semen kayıs pul. Pul kayıs pulunu verdi. Kayıs devletin verdi. Şu devletin mi o? Mesela bu iki bedilini bilişke karışık oldu. Onu bilmeye kıpkıpkız keyin niza kapırdı da.
O'shanshish har qandaq narsaki sharitalar uning uchun bir shartni shart qilgan bo'lsa, uning shar'iy mavjudligi lekinlam shu sharitalar bekitilgan shart tepilgan chog'da aningdan keyin uni kelimizcha shar'iy vujudi maydonga kelgan bo'ladi. Agar u shar'iyninki bekitilgan shartlarini yo'qitib qo'yib qo'ysa, bu shar'iy ma'dum bo'lgan bo'ladi. E'tibor qilindi buni shar'an, e'tibor qilindi uni shar'iyda bu shartni yo'qitib qo'ygan, bu narsaning o'zini uchun ma'dum, shar'an yo'q deb qito qilindi. Qachon uni shart yo'qitib qo'ygan bo'lsa, lekin lozim kelmaydi shartning bo'lishidan mashrutning vujudi lozim emas. Hele degandek namoz, zivoj shar'iy degandek masalan. Taharatın bo'lganligidan namozningki bo'lishi bu lozim emas. Ama uning bo'lmaganligidan namozning bo'lmasligi u lozim keladi. Shartning bo'lishidan mashrutning bo'lishi lozim kelmaydi. Va shurutu shar'iyyatu hiyallati tukammilu as-sababa va taj'alu asarahu yatarattabu alayhi. فالقتل سبب لإيجاب القصاص، ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا. وعقد الزواج سبب لملك المتعة، ولكن بشرط أن يحضره شاهدان. وهكذا كل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطه. Hem de şer'i şartla. Şer'i şart cali diye bir gap çıktı bundan. Bu şer'i şartla ki kamil kıpırdı bu şer'i şartla sebepti mükemmel kıpırdı. Ve kılıdı ima aş şer'i şartla o sebepnin eserini tertip tapıdı. Tertip tapıdı o nime tartib topadi u asar u sabab ustiga tartib topadigan shunaq mukammallashtirib berdi shar'iy shartlar. Masalan, bir odam o'ldirish billah bu sabab qisosning vojib bo'lishi uchun, lekin bu qasddan va dushmanlik shart bilan aqdi zivoj bu sabab bir mut'aga ega bo'lish uchun, huzurlanish, ikki taraf bir-birisining huzurlanishining shuni ega bo'lish uchun aqdi zivoj bu sabab. Lekin onun uchun ikki shohidaynning hozir bo'lish shart bilan. Anandan keyin bunga onun uchun bu sababga uning asr tartib topgan shar'iy shart bo'lgan bo'ladi. Va shunsiz har qanday aqdi misoq, aqdi tasarrufat bunun onun uchun bu aqdiga ya da onun asr tartib topmaydi, lekin bu shartlari maydonga kelsa, shartlari komil bo'lsa. Wal farqu bayna rukni shay'i va shartihi ma anna kull minhuma yatawaqqafu wujudul hukmi ala wujudihi. أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها، وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاؤه، وحضور الشاهدين في الزواج، وتعيين البديلين في البيع، وتسليم الموهوب في الهبة شروط لا أركان، لأنها ليست من أجزاء العقد. ومن أجل هذا كان للوقف أركان وشروط، وكذا للبيع وسائر العقود والتصرفات.
وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في نفس العقد أو التصرف. وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه أي في أمر خارج عن حقيقته. Endi bu rukn bilan shartning farqi nima deydi. Farq bir narsaning rukni va u narsaning sharti orasida farq. Shundaq turug'liqki, har ikkilisi bu rukni sharti bo'lgan har ikkilisi bu hukmning cho mavjud bo'lib maydon kelishi mushu har birisininki mavjudligi qarashli. Rukni yoki shartning vujudi qarashli. Uning hukmning maydonga chiqishi ikkisining birisiniki mavjud bo'lganda anandan keyin hukm chiqadi. Shundoq turug'liq bu ikkisining farqi bor edi. Ammo shart kelsak, shart cho'qim am anna rukn juz'u min haqiqat shay. Am cho'qim rukn degan bir narsaning haqiqatan bir parcha. Masalan, odamning butun nimasi deyli, gavda a'zolarining hammasi, masalan, yurak bu bir rukni odamning vujudidagi. Öpke desek bu bir rukni. Ciger deymiz, aşkazan deymiz, uya, buya ve başka işki taşkı a'zolarining hammasi bu rukni. Bunun qaysi birisi bo'lmasa bu hayot bo'lmaydi degan gap. Bunun tam asl yıldızga halal ediyor. Enandan başka mesela yep içiş, kiyim keçek, elim birim, o bu. Bu ama sırtkine asli. Bu rukun emas, bu şart ana bu. Başım o'xshash. Cho'qim rukun degancha bir narsani haqiqatan bir parcha. Shart degancha uni haqiqatan xorij. Masalan, odam kiyim kechak kiyish shart. Yeyish ichish shart. Ammo buning ichidan emas bu. Sirtdan kirilgan narsa yoki yeyish ichish lozim bo'lsa-mu, ammo bu insonning haqiqatan xorij. Taharat deyli, hele degandek taharat shart. Namaz meşrut. O taharat namaznınki demişsin emas. Buna haqiqatan emas, haqiqatan xorij. Vala o shart degancha va emas bu shart o mashrutning uchun nemisidan emas, ajzolardan emas. Masalan, ruku degan namozning bir ruknidir. Chunki u ruku namozning haqiqatan bo'lgan bir parcha u. Rukusiz namaz namaz olmaydi. Varka'u ma'ar-raki'in ayetul mübana. Taharat namazın o şartı. Çünkü bu taharat o namazın hakikaten sırtkı binası. Mesela akt sigisi. Aldım, sattım, ya ki aldım, tekdim, ya ben bunu azat kıldım ve onunla başkalar. Mesela akt sigila vel akidan ağçı, satkıcı ve aktının mahallisi. Şu akta kılıngan, elim setim kılıngan orun. Bu aktının rükunları. Çünkü o aşının parçaları. Aşının eczaları. Demek o rükni. Şahideynin ki muşu akta boğayyanın üzerine aldım, sattım, aldım, tekdim o bu diyen yerinin üzerine guvaçının hazır buluşu. Zıvajda mesela. Ve beydeki bu işki bedilinin üzerine tayin kılışta. Sizge ben mandak tovar beraman desa, sizge ben mandak bunun muqobilada pulni beraman deb badilayni tayin qilish ve hibida dedim soğuk vaqtlarda bu mevhubni ve soğuk qilingan narsani o'zini topshirish bu shart. Bu rukn emas. Şahideynin huzuri zivajda, bedilayning tayini beyde. Mevhubni hibe qilingan, soğuk qilingan narsani o'zini topshirish hediye soğulada. Bunu şart, rukn emas. Çünkü o akdinin parçalardan ecza
a'zolardan emas bu. Muşu jihatdan vaqf uchun hem nurgun erkanları var, hem şartları var. Oşunşuş beyi için mi şundak ve başka elim setim muamalat için mi şundak. Kaçaniki qaysi vaqtda rukunlardan bo'lgan bir rukunga chataq chiqsa, bu aqd tasarrufining naq uzil chataq chiqqan bo'ladi. U batil bo'ldi. U aqd batil bo'ldi. Rukunda halallik yuz bersa, u aqd batil bo'ldi. Agar nimda shart qilib qolsa, bu nimda bo'lmaydi, rukunda bo'lmaydi, uni sifatlarda u bo'ladi, u aqd fasid bo'ladi. Batıla jildizden komurutla yokla. Onu fakat remote kıl bulmaydı, oңuş kıl bulmaydı. Pasit, ona biraz taiz verişler, o bu biraz oңuş kıl bulduğun, biraz yengil batılda manarca etkanda. Kaçan rukunlardan bo'lgan bir rukunda bir halallik yuz bersa, bir chataq chiqsa, bu aqdining o'zida, aqd tasarrufining o'zida halal bo'lgan bo'ladi. Va qachonchu shartlardan bo'lgan bir shartda halallik yuz bersa, buning sifatlarida bir halallik, bir xil buzuqchilik mavjud bo'lib qolgan bo'ladi. Yana u nimaki shartlardan bo'lgan. U aqdining sharti haqiqatidan sırt bir narsalarda ki yani sifatlarda halallik bo'lgan bo'ladi deydi. O vaqtda o batıl olmaydi, past oladi u. خوش وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع ويسمى الشرط الشرعية وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى الشرط الجعلية. Bazıda şartın şart buluşu şari talanın hükmünden buladı ki bunu şer'i de patladı. Şari tala şart kıbagana şeriatke mensup şart da patladı. Bazı vakit bu şartın ki şart oluşu mükellefnin yüzünü tasarruf bilen buladı. Da Osman'da şart asıl bulu cumang dep. Atıl bunu şartı cali yüz kılıç vagan yüzü bekçi vagan pütüş vagan şart dep. فمثال الأول جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية والتي اشترطها لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج والتي اشترطها لإقامة الحدود ولغير ذلك. Birinci misal, mesela barlık şartlarki şari taala onu ottur koygan, onu şart kılgan şartlarının hemmisi. Bu nimde patladı şer'i de patladı deydi. Aslında zıvajdaki ahutun eptiş ceryanındaki elimsette hediye vasiyetten ibaret. Onun için mesela beş namazını vacip kılışmayan şartla, zakat, roza, haclarını vacip kılışmayan şartla. Ve nurgun şartlar var ki had مثلا jaza darra bunu qilish had turg'izish va bundan boshqa nurg'un shartlar var ki shar'iy talab etgan bu shartlar buni nimda patladi shart shar'iy deb ataladi ikkinchisi misoli va misolu الثاني الشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق على زوجته والتي يشترطها المالك لعتق عبده فإن تعليق الطلاق أو الإتق على وجود الشرط مقتضاه أنه يتوقف وجود الطلاق أو الإتق على وجود الشرط ويلزم من عدمه فصيغة الطلاق سبب يترتب عليه الطلاق ولكن إذا توافر الشرط. İkincisi misali ki şart cali'nin misali mesela nurgun şart ki onu ahutun ya ki iri şart kılgan şartla uzun ayağılığa talak tutsun için eğer siz mandak kiyinisiz bugünden itibaren ammandak yerim yalanaş u bu mandak kiyip kapkasız talak degen bolsa mesela ya ki bir hoca özünün az bugün kılmayacak kalmadı kul yok asasen. Kulun azat kılış için bir hocayın kılgan bir şart. Sen namazı okumasan ya roz tutmasan sen azat. Közümde yok al. Seni boldu ben uzaklaştırıvattım. Azat dep. Çokum bu talaknın ki taliki ya ki bu azatnın ki bu kulun azat gördü bulup yani kulun azat oluş taliki
bu şartning mavjud bo'lishi qarash qildi. Yuqorida eri agar siz mandaq bu tini va tini yo'q, men yirtiq mirtiq binasini kiyib olsangiz, siz taloq deyapti degan bo'lsa, bu shartning vujudi qarash qiladi. Taloqning ta'liqi shartning vujudiga. Ya'ni uning talebi cho'qim qarash qildi taloqning vujudi yoki itqining vujudi bu quldan ozod etishninki mavjud bo'lib maydonga chiqishi va shartning vujudiga qarash qiladi. Lozim keladi uning bo'lmasligidan, u shartning bo'lmasligidan, mashrutning bo'lmasligi. U ayol agar nihoyat islomiy, axloqli, nihoyat go'zal, sharofatli holda chiroyli kiyinib qolgan bo'lsa, sunnatga loyiq taloq lozim kelmaydi. O'qildimi shundoq, agar namoz, ro'za, Ramazonni joyida obdan o'qibdi, masalan, u xo'jayin bas ta'liq qilgan ta'liq uningdan yuz bermabdi. U azoblanib ketmaydi. Demak, taloqning siyg'isi sabab. Uningga taloqning siyg'isi sababdir. Tartibda bu uningga taloq qilish. Qachon? Lekin qachon shart kamil bo'lsa. وليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريده، بل لا بد أن يكون الشرط غير مناف حكم العقد أو التصرف. وأما إذا كان الشرط منافيا حكم العقد فيبطل العقد، لأن الشرط مكمل للسبب، فإذا ناب حكمه أبطل سببيته. أما مكلف har qandaq nimani aqdi tasarrufni o'zini ta'liq qilish mukallafning haqqi emas. O'zi xohlagan, maqsad qilgan shart usulchi bu aqd tasarrufni o'zini aqdi ta'liq qilish mukallafga yarashmaydi. Mukallafning haqqi emas u. Balkim u lozim bu shart aqd tasarrufning hukmiga zid kelmaslik shartlar. Zid kelmaslik lozim. Bu shart aqdining hukmiga zid keladi ekan, vaqt batil bo'ladi. Chunki shart degan sababni to'ldiruvchi, mukammal qiluvchi. Qachoniki zid kelsa, bu shart u sababning hukmiga zid kelsa, batil qiladi. U shart u sababning sababi ekanligini, hukmga sabab bo'lishini bekor qiladi. Shunlashqa bu aql hukmiga zid kelgan shartning har qanday aqlni batil qiladi deydi. Misalu zalika العقود التي تفيد الملك التام أو الحل التامة كعقد البيع وعقد الزواج، حكمها الشرعي أن الأثرة المترتبة على كل واحد منها لا يتراخى عن صيغته، فإذا عقد المكلف بيعا أو زواجا وعلق واحدا منهما على أن يوجد في المستقبل شرط شرطه، فإن مقتضى هذا الاشتراط ألا يوجد أثر العقد إلا إذا وجد الشرط، وهذا ينافي مقتضى العقد، وهو أن حكمه لا يتراخى عنه، ولهذا بطل البيع المعلق على شرط، وكذلك الزواج المعلق على شرط. فالشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي. Onun misali qandaq deganda qaysi bu mukallaf qandaq qilgan bu aqdining hukmiga zid qarama-qarshi ish qilgan shart, masalan qandaq bo'ladi deganda aqdiki bu to'liq mulk tamni ifoda qilgan aqdi. Uning aldım, satdım, meni ma'nosini sotaman, mandaq pulni o'zi olaman, u degandek aniq bo'lib talashishga nizoga apirgan binas yo'q ekan. To'liq bir mulkini paydo yetkazgan aqdi yoki to'liq hil, to'liq xotinda chiqish kelsa bir-biriga halol bo'ladigan buni paydo bergan aqdi, aqdil bay, aqdi zivoj, uning hukmi uning shar'iy hukmi nima desa, shar'iy hukmi
Onun her birge onun bulgança eserinin tarafındaki onun siğisinin herkes keçikmeydigan. Sattım da şu aldım depti. Onun nimeleri tolukken badi. Bu mebiyen verdi, bu semen verdi. Halas. Şu vaktin uzak onun siğisinin ağzını çıkıp boğuştuk. Onun siğisinin keçikmeydi. Onun nime buna tertipleyen eseri yani hüküm. Akdizvaz mı şundak? Mesela aldım tekdim degan bo'lsa bu shundoq arkan shurutlari mukammal bo'lgan bo'lsa qachon bu mukallaf bir bayini yazvajni aqd qilgan bo'lsa ikkisidan birisini mumkin kelajakda birda bir shartga bog'lab qo'ygan bo'lsa uni shart ham va buni bog'lab qo'ygan bo'lsa bu shartninki talabi shuniki tepilmag'ay bu aqdining asrichu tepilmag'ay lekin lam qachon bu shart tepilsa bu aqdinki telviga uygun emas. O osmu çokum bu aqdinin hükmü degeni şu aqdidan kechikmay dal shu vaqtimizda tushish. Mushahatdan shartga ta'liq qo'ygan bay ham botil bo'ldi va shunga o'xshash shartga ta'liq qo'ygan es qo'ygan zivoj ham shunga o'xshash. Şart cali degan uni shariy taala uni qatag'agan shart u shart shar'iy o'xshash. Alloh subhanahu va taolo yerlik shartni u ikki mutaaqqidayn o'z o'rib bir-bira rozimilik bilan kutishgan bu shartlar yoki ikki tarafdagi mas'ul bo'lgan hay'atlar o'zaro bir narsa shart qilgan bo'lsa bu shart jali bo'lgan bo'lib buni shariy taolo bunga e'tibor qilib uyg'un kelgan bo'lsa shariyning shartiga bu xuddi nima shar'iy bir shartga o'xshagan bo'ladi dedi garchi shart jali bo'lgan bo'lsin. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. Vaqt itiboriyle mushunga kifoyalimiz va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.